Ramazon oyida hali hech kim bunaqa katta skidka qilmagan. Bugungi sizlarga ko'rsatadigan apparatimiz mana shu komplekt bo'ladi. Buni narxini eshitgan odam kichkina konditsioner deb o'ylashi aniq. Voy, kattaligini. Haqiqatan bahaybat ekan bu. Bo'yim 180 dan baland. Buni balandligi bo'lsa, taxminan 180 sm bo'ladi. Bahaybatligiga qaramasdan narxi juda ham zo'r chiqqan. Motorlari DC inverter bo'ladi. Ham o'zidan boshqarsiz bo'ladi, ham pult orqali boshqarsiz bo'ladi. Radiatorlarni ham ko'ryapsizlar, orqasida mana shunaqa setkalari bor. Buni yuvib, tozalab ishlatsanglar ham bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi, radiatorlari Golden Fin. Bu korroziyaga, zanglashga qarshi bo'ladi. Eng past kuchlanishda ham ishlab beradi. Low voltaj hisoblanadi. 135 voltgacha ham bemalol ishlaydi. Friollari R32 bo'ladi. Juda ham funksiyalari ko'p, xarakteristikasi eng zo'r konditsionerlardan hisoblanadi. Eng yana bitta zo'r taraflardan bittasi qo'shimcha tellari ham bor. Motorlari aytib o'tganimizdek, full DC inverter, eng oxirgi texnologiya. Motorining ham bahaybatligini ko'ryapsizlarmi? Razmerlarini ko'rishingiz mumkin. 1 metrdan oshiq, hamma razmerlari yozib o'tilgan. Xohlagan joylar bilan solishtirib ko'ringlar. Modeli Crown 20 full DC inverter. Komplektida mana shunaqa montajli lentalari, drenajli shlankalari, tokkulanadigan mana shunaqa baq va tizimlari ham chiqadi. Komplektida pulti, batareykasidan tashqari, eng asosiysi butun O'zbekiston bo'ylab 3 yil garantiyasi bor. Talonlarning orqasida manzil va nomerlari ham yozib qo'yilgan. Eng qiziq joyi narxiga to'xtaladigan bo'lsak, undan oldin obuna bo'lib qo'yish tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ramazon oyi uchun $850 dan $950 gacha sotilayotgan ushbu konditsionerni bizning obunachilar uchun $599 qilib beramiz. Opisiyaniyada raqamlarimiz bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Rahmat hammaga.